Siroj aka, Bo'ladi. 25 ming dollar pulim bor. Toshkent sharoiti uchun qanaqa kompyuterxona qursam bo'ladi? Zo'r savol. Yaqinda qilib berdim, men sizga hisoblab beraman. 955 dollardan 10 ta. Bunga qo'shamiz, yana 840 dollardan 10 ta bo'ladi. Jami 17950 dollar. Bunga 20 ta mebel 660 dollar bo'ladi. 80 dollardan kreslo 1600 dollar kreslo, uстановка 400 dollar. Hop, bunga qo'shamiz bitta admin kompyuter. Kamera bor bu yerda 6 ta. Hop, switchlarni qo'shadigan bo'lsa 60 dollardan 2 ta, bitta buxta qo'shsak, yaxshisidan qo'shiladi, 40 dollarlik buxtalarni ishlatmaymiz, ya'ni FTP kabel bo'ladi set ulash uchun. Yo'lkalari o'rtacha 100 dollar oladigan bo'lsak, jami 21695 dollarga Toshkent sharoiti, Toshkent viloyati yoki boshqa viloyatlarga bemalol talabiga javob beradigan o'sha K2 da 300 plus FPS beradigan kompyuterlarni yig'sa bo'ladi. Tayyor patkul uchun. Agar sizga ham noldan boshlab game klub ochish kerak bo'lsa, bemalol PowerUp'ga murojaat qilib, istalgan budjetdagi kompyuterlarni olishingiz mumkin.